Hammaga qiziq bo'lgan savol. Laminat suvda ishadimi? Ishadi. Endi ishmaydi desa, yolg'on gapirgan bo'lib qolamiz. Qaysilari ishadi? Laminatlarimiz har xil. Ya'ni qalinligi 8 ligi, 7 ligi, 12 mm bor. Ularni ham HDF, MDF materiali bor. HDF material o'tgan safar aytib o'tganmiz, yog'ochchi pressovanniy varianti. MDF bo'lsa, qog'ozi pressovanniy varianti bo'ladi. Qaysi laminatlarimiz suvdan qo'rqadi, ya'ni suv tez ishib ketadi. Bu MDF materiallarimiz. Ya'ni qalinligi 7 mm, 8 mm, 12 mm bo'lgan MDF materialli laminatlarimiz suvdan qo'rqadi. Ya'ni suv teganda ko'proq ishishga moyilligi bor-da. HDF materiallarimiz bo'lsa, ularimiz suvdan uncha-munchaga qo'rqmaydi, lekin baribir suvni ma'lum vaqt qolib ketib qolsa, bu ham ishadi. Agar suvdan qo'rqmaydiganlari bo'lsa, biz sizlarga pressi 850, qalinligi 12 lik, 33 klass IC4 mahsulotlarimizni